Assalomu alaykum aziz obunachilar. Marlon Vatsroyda yana bitta hovlimiz chiqib qoldi. Obzorini ko'rsatib o'taman. 5 soti 6 xona plus oshxonasi alohida, podvali bor. Qo'lni pishirishda bo'lgan. Uyimiz orqa tomoni. Bitta podvalga tushib ketish joyi. Uyimiz juda ham mustahkam, chiroyli qilib qurilgan. Egalari uyimiz uchun 85 ming narx aytishyapti, yana oz-moz kami bor. Pastda nomer qoldirib qo'yamiz, telefon qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bu tomonda xodimiz, ya'ni orqa tomonga o'tish xodi. Mana podvalni ko'rsatib o'taman.